Sallallohu alayhi vasallam meni bomdodga uyg'otdilar. Oxirgi vaqtlarda uyqu g'aflati bosibmi, dunyo yumushlariga chalg'ibmi, qancha harakat qilmay bomdod namoziga uyg'ona olmayotgandim. Yoki budilnikning ovozini eshitmay uxlab qolardim, yoki uni o'chirib uxlardim. Qalbimda qo'rquv bor edi. Allohga, ya Alloh, men qanday gunoh qildimki, meni joy namozing ustida ko'rishni xohlamayapsan deb yig'lab, nolalar qilardim. Bir kun juma kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning haqlariga salovatlar aytdim. Qalbimda, vujudimda qandaydir bir boshqacha titroq bor edi. Aynan o'sha kuni kechki payt tahajjud darsim qo'yilgan edi. O'sha kuni tahajjudga uyg'ondim, biroq qandaydir sabab tufayli darsimiz qoldirilgandi. Yana joyimga yotib uxladim, ammo bomdodga budilnik qo'yish xayolimga ham kelmagandi. Ko'zimni bir zumga yumdimmi, ochdimmi bilmadim. Ko'zimni shunday ochishim bilan har tarafdan azon ovozlari eshitilardi. Bomdodga azon aytilayotgandi. Bu qanday mo'jiza yo Rasululloh? Siz meni bomdodga uyg'otdingizmi yoki sizga yuborgan salomlarimni qabul qilib Allohdan meni namozga uyg'otishimni so'radingizmi? Jonim sizga fido bo'lsin.